Farida Shahnoza Bayzakovna, Toshkent viloyati Dugonlar nogironlar jamiyati raisiman. Tashkilotimiz 2021-yil may oyida davlat ro'yxatini o'tganmiz. Nogironligi bor bo'lgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashni, ularni ehtiyojlari, xohishlari, ularni ham oldiga qo'ygan qanaqadir maqsadlari borligini o'ylab, mana shu tashkilotni tashkil qilishni reja qilganman. 2021-yilda o'zida bir vaqtning o'zida ikkita grant loyihasini g'olibi bo'lganmiz. Unda nogironligi bor bo'lgan shu jamiyatimiz a'zolarini tikuvchilik sohasida o'qitib, ularga ish o'rni bilan ta'minlash loyihasi edi. Davomiyligini bo'lish maqsad qilingan edi. 35 nafar nogironligi bo'lgan xotin-qizlar o'qitilib, ish o'rinlari yaratilib, ish bilan ta'minlangan. Ikkinchi grant loyihamizda sport bilan muntazam shug'ullanish foydasi bo'lganligini o'zimda bilganligim sabab bepul sport zalini tashkil qilish bo'lgan. Hozirgi kungacha shu bepul sport zalimizdan jamiyatimiz a'zolari muntazam foydalanib, shashka, shaxmat, stol tennislari bo'yicha musobaqalar o'tkazib kelinadi. 3-grant loyihamiz Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan e'lon qilingan grant loyihasi edi. U grant loyihamizda 53 nafar nogironligi bor bo'lgan xotin-qizlarimizni tadbirkorlikni o'qitib bitirganlarimiz ichidan 3 nafari dan bittasi uyda oilaviy bog'chani yo'lga qo'yishni maqsad qilganliklarini inobatga olgan holda 14% kredit olib, ularni bog'chalarini yo'lga qo'yganmiz. Ikkinchisimiz tadbirkorlik yo'nalishlaridan o'rganganlaridan 14% kredit olib, ular ham savdoni yo'lga qo'yib, o'sha orqali daromadga kirganlar. Qolgan o'qiganlarimizdan deyarli 60% o'zlarini qo'l mehnatlari, yasash, to'qish, tikish ishlarini yo'lga qo'yib, ular ham shu bo'yicha daromadga kirishgan. 2024-yil avgust oyida Oliy Majlis grant loyihamiz boshlangan. Bu loyihamizda 15 nafar nogironligi bo'lgan xotin-qizlarni birinchi kursimizdan o'qitgan edik. Bu loyihamizda Kambag'allikni qisqartirish bandlik Toshkent viloyat bo'limi bilan hamkorlikda ishladik. Ular stipendiyasini qilib berishdi. Stipendiyani ular yo'l kira xarajatlarini ishlatishdi. 3-kursimiz ketyapti. Ularniki ham Xudo xolasa tugatgandan keyin daromadga kirish uchun Untar korxonamizga ishga olishni reja qilganmiz. Untar korxonamizni ochilishi asosan 2021-yil nogironligi bo'lgan xotin-qizlarimiz jamiyatimiz a'zolarini tikuvchilik kursiga o'qitib, ularni ish bilan ta'minlash loyihasi bo'lgan. O'qishni bitirgandan keyin Untar korxona ochilgan. Untar korxonamizni aksariyat shu o'zimiz jamiyatimizni o'qishni bitirgan qizlarimiz ishlashadi. U yerda imtiyozlari bor. Misol uchun tikish jarayonimizni bo'ladigan joyimiz ko'p qavatli domlarni yerto'lasida bo'lganligi bilan o'tga biz arenda puli to'lamaymiz. 0% shartnoma asosida foydalanib kelyapmiz. Nogironligi bo'lgan xotin-qizlarimizni soliqda daromadlaridan, imtiyozlardan foydalanamiz. Deyarli soliqqa hech qanaqa to'lov qilinmagan holda ishlagan pullari to'liq holat o'zlariga oylik bo'lib chiqib kelyapti. Toshkent viloyati Dugonlar nogiron ayollar jamiyatining markazini ochishni reja qilganman. Endi bu menga Xudoning ko'rsatgan yo'li bo'ldimi? 2023-yil 7-mart kuni prezident bilan uchrashish menga nasib qilganda, men juda ham xursand bo'laman. Meni har bir so'zimni eshitib, nimaga qo'rqasizlar, nimadan qilasizlar, men turibman sizlarning orqanglarda, sizlarni qo'llab-quvvatlovchi men otalaring borman degan so'zlarni menga yana ham katta shijoat, yana ham kuch-quvvat bergan. Mana qurilish boshlanish harakatida Xudo xolasa bitganda deyarli hamma narsamiz bor bo'ladi. 2023-yilda Shuhrat medali bilan taqdirlashgan. To'g'ri yo'lda ekanman. Demak, men haqiqatdan qilayotgan ishlarim xalqqa foydasi tegayotgan. Ularga katta meni yordamim, meni harakatlarimdan yaxshi natija berayotgan ekan degan juda ham katta o'zimga ishonch bo'ldi. Bu Shuhrat medalini men kutmagan edim. 2024-yil fuqarolik jamiyati institutining rivojlanishida qo'shayotgan hissam uchun ko'krak nishonlandim. Unda yana ham demak men
fuqarolik jamiyati institutini faoliyatini to'g'ri olib borayotgan ekanman. Natijalarga erishish uchun men yana ham ko'proq o'z ustimda ishlashim kerak degan maqsadni oldimga qo'ydim. Bu jamiyatimiz a'zolari uchun, atrofimizdagi barcha nogironligi bor bo'lgan xotin-qizlarimiz uchun qilayotgan ishlarimizni mukofoti samarasi deb bilaman. Boshqa nodavlat nochor tashkilotlari ham bunday mukofotlarga erishishlarini juda ham xohlayman.